Bu ikkinchi qavati. Почти tayyor ikkinchi qavat ham. Esingizda bo'lsa, лестничный проем. Zinani o'rni ikkinchi etajga chiqadigan. Endi sekin-sekin, bismillah. Tomini ursa ham bo'ladigan paytga kelib qolibdi уже. Tumbalarni qo'yishibdi, ustakalar, orqa devor tayyor, o'rtadagi между devor, oldidagi devor va yonidagi devor. Bugun mana shu yerda zinani proyomi bo'ladi. То есть zinani proyomi zina qurilishi uchun tashlangan. Shu yerdan sekin ko'rsatib ketaveraman birinchi qavatni qanchalik darajada tayyor ekanligini. Hammasini birinchi qavati tayyor. Ikkinchi qavat hozir qurilib turibdi. Ikkinchi qavatning g'ishlari terilib bo'lgan. Hormanglar. Hamma jarayonni tomosha qilib turibsizlar. Har kuni, har doim ko'rsatib turibmiz. Orqa devor tayyor bo'lgan уже. Bu ana shu ro'paramizdagi yon devori oxirgi kottejimizni. Bu orqa devordan tashqari bu yon tomoni ham devor tayyor уже. Ikkinchi qavatimizda endi oldi tomoni devori urilib turibdi ana. Inshaalloh oldi devori ham tugab qoladi. Xuddi o'shani kopiyasi bo'lgan proyektimizni hozir podushka jarayoni boshlanib turibdi. Bu ikkinchisi. Bu yana boshqasi. O'sha rachokdan keyin preslandi, shebin tashlandi. Hamma jarayonlari juda yaxshi. Ustakalarimiz tekshirib, maksimumda